Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz Hamza Hakimzoda Niyoziy ma'rifatparvar va bolalar shoiri deb nomlanadi. Ushbu ma'ruzani 4-kurslarda bolalar adabiyoti fanida ko'rib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu ma'ruzani 2 reja asosida ko'rib o'tamiz. Ya'ni birinchi rejamiz Hamza Hakimzoda Niyoziy ma'rifatparvar bolalar shoiri. Ikkinchi rejamiz esa 40 yil umr ko'rgan Hamza Hakimzoda Niyoziy. Demak, ushbu ma'lumotlarni boshlash uchun avvalo Hamza Hakimzoda Niyoziyning shaxs sifatida tanitish kerakligini o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Hamza Hakimzoda Niyoziy ma'rifatparvar bolalar shoiri. U 1889-yilda 1889 hamda 1929-yillarda yashab ijod etgan adib sanaladi. Ilmning ahamiyatini, inson hayotida ma'rifat tutgan yuksak maqomi tasvirlashga yo'naltirilgan adabiyot ma'rifatchilik adabiyoti hisoblanadi. Ya'ni Hamza Hakimzoda Niyoziy 1889-yili Qo'qonda tug'iladi. 7 yoshdan maktabda xat savod o'rgana boshlaydi. Maktabni bitirgach madrasaga, ya'ni Orlovning kechki tuzem maktabiga o'qishga kiradi. Hamza madrasada o'qigan chog'larida yo'q Firdavsiy, Umar Xayyom, Sa'diy Sheroziy, Nizomiy, Xoqoniy, Jomiy, Fuzuliy, Bedil va boshqalarning ulkan she'riyati bilan tanishadi. Shuningdek, Sharq olimlarining asarlarini ham o'qiydi. 1908-yilda Hamza ota-onasining noroziligiga qaramay madrasani tashlab ketadi. Uning o'zi yozganidek, ota-onasining o'jarligi, ma'murlarning zulmi, kambag'alligi tufayli dunyoviy bilimlarni egallash to'g'risidagi orzusini amalga oshira olmaydi. Hamza o'zining pedagogik faoliyatini 1910-yilda Toshkentda Qashqar mahallasida maktab ochib, bolalarni o'qitishdan boshlaydi. Shu yilning oxirlarida u Qo'qondagi mahalliy rus tuzem maktabida muallim bo'lib ishlaydi va 1911-yilda yangi maktab ochib, ta'lim-tarbiya ishlariga ba'zi o'zgartirishlar kiritadi. O'quvchilarning o'rganayotgan materialini quruq yod olishi foydasiz ekanligini aytadi hamda sinfdan tashqari mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor beradi. Ona tili darslarini ko'paytirib, yangi darsliklar yozadi. Biroq bolalarning o'quv qo'llanmalari, oziq-ovqat va kiyim-kechaklari bilan to'liq ta'minlanmaganligi bu xildagi maktablarning ishlashida katta qiyinchiliklar tug'dirar edi. Ammo Hamza jamiyat xayriya tashkil qilib, maktabni saqlab qolish uchun kurashadi. Uning ishlari haqidagi shov-shuv Qo'qon shahridan tashqariga ham tarqala boshlaydi. Mahalliy ma'murlar bundan xavfli ta'lim-tarbiya manbaiga toqat qila olmaydilar va 1913-yilda maktabni yoptirishga muvaffaq bo'ladilar. Hamza o'z ona yurtini tashlab chet elga ketishga majbur bo'ladi. 1913 hamda 14-yillarda Hamza Afg'oniston, Hindiston, Suriya, Turkiya mamlakatlarida Makka sayohatida bo'lib, bu mamlakatlardagi o'zgarish va yangiliklar bilan tanishadi. Hamza 1914-yilda Qo'qonga qaytib keladi va kambag'al yetim bolalar uchun maktab ochishga harakat qiladi. Nihoyat Doril Yatim, ya'ni yetimlar maktabini ochadi. Maktab Qo'qonda 1914-yil sentyabrdan ishga tushadi. Unga Qo'qonning har tarafidan kelgan faqir va yetim bolalar pulsiz qabul qilinib, hatto ba'zi bechoraxonlarga daftar ham beriladi. Hamzaning Doril Yatim maktabi uchun o'zbek tilida tuzilgan darsligi tabiatga, yo xalqlar tarixiga oid hikoyalardan iborat bo'lganligini bilamiz. Shunga ko'ra, ruhoniylar uni Allohga va podshoga qarshi chiqishda ayblaydilar. Ko'p o'tmay Doril Yatim maktabi yopib qo'yiladi. Hamza esa siyosiy jihatdan ishonchsiz va milliy ozodlik harakatining ishtirokchisi degan mulohaza bilan Mirshabning maxfiy nazorati ostiga olinadi. Hamza 1915-yilda Marg'ilonga keladi. U oshkora ravishda yangi maktab ochishga, lekin ehtiyot bilan ish ko'rishga harakat qiladi. U 1916-yilda Zavqiy, Ahmad Aliyev va boshqa jamoat arboblari bilan birgalikda Farg'ona vodiysidagi musulmon aholi orasidagi xat savod yoyish jamiyatini tuzadilar.
jamiyat pulni to'plab boshlang'ich maktablarni ochishga harakat qiladi. Ularda darslar o'zbek tilida olib borilar edi. Hamza boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan darsliklari hamda she'rlar bilan o'zbek bolalar adabiyotining rivojiga katta hissa qo'shadi. Uning o'zi tashkil qilgan yangi usuldagi maktab talabalari uchun yozgan yengil adabiyot, o'qish kitobi, qiroat kitobi darsliklari, ularga kiritilgan she'r, hikoya va masallar, ta'limiy ma'rifiy ahamiyatga ega asarlari shu jihatdan e'tibor qozona boshlaydi. Ayniqsa shoirning o'quv qurollari, madhiga bag'ishlangan she'rlar, bolaning yomon bo'lmog'iga sabab bo'lgan onaning jazosi hikoyasi, toshbaqa bilan chayon masali bolalar uchun yosh xususiyatlariga muvofiqligi bilan diqqatga sazovordir. Niyoziyning yengil adabiyotida ilm va jaholat mavzusiga oid ko'plab she'rlari mavjud. Masalan, quyidagi she'rda ilmni jannatning eshigini ochuvchi, xazinaning yo'lini ko'rsatuvchi porloq nur sifatida, maktabni esa insonning ilm ma'rifat nuridan bahramand bo'lib, olim bo'lishidagi dastlabki bosqich beshik sifatida tasvirlaydi. Ilm jannat eshigi, xazinaning teshigi, insonni olim qilay, maktab erur beshigi. Shoir yosh avlodlarning bir kuni olimlar qatoridan o'rin olishiga, hatto suv osti va osmonda kezadigan bilimdon bo'lishiga ishonadi. Kelajakka ishonch ruhi adibni bolalar uchun ko'plab darsliklar, ijtimoiy siyosiy mavzuda, dunyoviy ilm, kasb hunarni o'rganishga undovchi she'rlar bitishiga turtki bo'ladi. Shoirning qalam she'ri qasida tarzida yoziladi, lekin qahramon maktabga kelib qalamga oshno bo'lgani va shu tufayli aqli raso, ilmu adab egasi bo'lib, barcha orzu umidlari ro'yobga chiqqanini ta'rif va tavsif etadi. Masalan, o'qidim, chiqdi savodim ham, xatim yaxshi bo'lib, g'ayratimga yarasha ishlar mango qildi qalam. Har na kim yozmish qalam so'zidan aslo chiqmadim, ulmani ham aytganim, axir bajo qildi qalam. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, darsimizning ma'lumotlari aynan mana shu ma'lumotlardan iborat. Demak, sizga uyga topshiriq sifatida Hamza Hakimzoda Niyoziyning shaxs sifatidagi o'rni hamda uning bolalar adabiyotiga qo'shgan hissasi haqidagi lirikasi bormi, asarlari bormi, ertak dostonlari bormi, hikoyalari bormi, hammasini o'qib hamda ularni keyingi darsga talqin qilib kelish, buni uyga vazifa sifatida topshiramiz. Xayr, salomat bo'ling.